Sirdaryo viloyatida 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan tantanali viloyat tadbiri bo'lib o'tdi. Mehr-muhabbat, e'tibor va ehtirom ruhi hukm surgan ushbu bayram tadbirida viloyat hokimi Erkinjon Turdimov ishtirok etib, viloyatimiz xotin-qizlarini samimiy tabrikladi. Shu fursatdan foydalanib, barcha mo'tabar onaxonlarimizga, mehnatkash va tashabbuskor opa-singillarimizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, xonadonlaringizga tinchlik, xotirjamlik, fayzu baraka tilayman. Yana bir bor barchangizni Xalqaro xotin-qizlar kuni bilan samimiy muborakbod etaman. Bayramingiz muborak bo'lsin. Tadbirda ayollar jamiyat hayotda, oilada va turli sohalarda olib borayotgan fidokorona mehnati alohida e'tirof etildi. Prezident farmoniga muvofiq davlat mukofotlari bilan taqdirlangan sirdaryolik faol xotin-qizlarga mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, turli sohalarda samarali mehnat qilib kelayotgan bir guruh xotin-qizlar viloyat hokimligining faxriy yorlig'i va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Qishloq xo'jaligida men 43 yildan beri pilla boqaman. Menga shuhrat medali taqdim etgan ekan. Mehnatimni qadrlagani uchun yana bir bor prezidentga ming rahmat aytaman. Bu medal men uchun yana mas'uliyatimni oshirdi. Yanada tirishqoqlik bilan ishlayman. В честь дня 8 марта нашим президентом целый ряд женщин был поощрен. Вот я, в частности, сегодня за свой труд получила орден Саламатлык второй степени. Это, конечно, результат не однодневной работы, это результат 35-летнего труда, это результат работы всего нашего коллектива. Я хочу сказать, что нашим президентам уделяется очень большое внимание детству, материнству, женщинам. Это очень приятно и очень волнительно. Эта награда, конечно, воодушевляет на большее. Я думаю, что для меня это будет большим стимулом в преддверии будущих событий. И большое спасибо президенту нашей страны за то внимание, которое он оказывает женщинам. Огромное спасибо. Ushbu bayram har bir ayolning qalbiga olam munavvarlik, yorug'lik olib kiradi. Ushbu kunda e'tirof etilishi esa albatta o'chmas va takrorlanmas xotiralarni yodga saqlab qolishimizga sabab bo'ldi. Bugun bu taqdirlanishim menga juda ham katta ishonchni berdi hamda shu bilan birgalikda ushbu kasbimda yana ham ruhlanib ijod qilishimga sabab bo'ldi deya olishim mumkin. Tadbirning badiiy qismi esa ayniqsa barchada katta taassurot qoldirdi. Respublika va viloyatimiz san'atkorlari tomonidan tayyorlangan qo'shiq va raqslar, dilbar musiqiy chiqishlar yig'ilganlarga bayramona kayfiyat bag'ishladi. Tadbir davomida Sirdaryoda ayollar nafaqat oila tayanchi, balki jamiyat taraqqiyotining eng muhim kuchiga aylanib borayotgani yana bir bor namoyon bo'ldi.